Shoshilinch tezkor xabar. Barcha fuqarolar tezda ogoh bo'ling. Bugundan yerga dahshatli xavf yaqinlashmoqda. Aslo ko'chaga chiqa ko'rmang. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy kuchli tabobat inomi prostata bezidagi yalliqlanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi, erkaklar quvvatini kuchaytiradi. Vulkan bilan sokin hayot kechirasiz yoki qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Vulkan ham sinalgan, ham kutilgan mahsulot. Hoziroq qo'ng'iroq qiling, 30% chegirmaga ega bo'ling. O'zbekiston bo'ylab yetkazish mutlaqo bepul. Shu kunlarda sizda ham kuchli bosh og'rig'i, asabiylik, charchoq va qon bosimining tushishi yoki ortishi kuzatilyaptimi? Bunga yerda kechayotgan magnit bo'ronlar sabab bo'lishi mumkin. Chunki yerda magnit bo'ronlari sodir bo'lmoqda. Qizil, ya'ni G2 darajadagi magnit qo'zg'alishlar kechmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, plazma tezligi turli rakurslarda yerga urilmoqda. Bunda G1 zaif, G2 daraja o'rta, G3 kuchli magnit bo'ronlari, G4 juda kuchli va G5 holati esa ekstremal magnit bo'ronlarining darajalari bilan o'lchanadi. Bunday vaqtda shifokorlar imkon qadar ko'proq dam olish, achchiq, sho'r ovqatlarni iste'mol qilmaslik, spirtli va gazli ichimliklardan voz kechish, shuningdek, ruhiy holatni barqaror saqlash muhim hisoblanishini ta'kidlashadi. O'zingizni va atrofingizdagilarni avaylang.